Aziz aslimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadri, fursat g'animatdir, shoh satrlarla yezamoq chog'idir umr daftari. Qadrli o'quvchilar, men aytgan ushbu misralar kimning qalamiga mansub? G'afur G'ulomning qalamiga mansub. Barakalla o'quvchilar, judayam to'g'ri. Demak, bugun biz sizlar bilan o'zbek adabiyotiga o'zining beqiyos hissasini qo'shgan, o'zining qissalari, she'rlari, ajoyib hikoyalari, dostonlari bilan bizga juda katta adabiy meros qoldirgan mashhur shoir va yozuvchi G'afur G'ulomning hayoti va ijodi bilan tanishamiz. 1903 yilning 10-mayida G'afur G'ulom Toshkent shahrida dunyoga keldi. Uning saoli maktabga borishidan avval otasi va onasining qo'lida bo'ldi. G'afur G'ulom 1916-yilda rus tili maktabida tahsil oldi va 1917-yilda esa oktyabr to'ntarishidan so'ng bosmaxonada ishladi. Shoir G'afur G'ulomning uyiga juda ko'plagan mashhur shoirlar yig'ilib kelgan. Ular Muqimiy, Fuqar, Asiriy va qissalardir. Albatta, mana shunday adabiy muhitda ulg'aygan G'afur G'ulom she'riyatga, hikoya yozishga juda ham qiziqib qoladi. G'afur G'ulom urush yillarida juda ko'p ijod qiladi. O'z ota-onasi yetim qolgan bolalarga atab "Sen yetim emassan" she'rini yaratdi. Bu she'r ota-onasidan ayrilgan, o'zgalarni yordamiga muhtoj bo'lgan bolalar tilidan yozilgan eng ajoyib she'r bo'ldi. Shu bilan bir qatorda G'afur G'ulom urush yillarida "Vaqt, o'g'lim seni kutyapman", "Ayol" kabi ko'plagan she'rlar yaratadi. G'afur G'ulomning otasi G'ulom Rahmonov mehnatkash va oddiy kishi bo'lgan edi. U farzandlarining o'qishiga katta ahamiyat bergan. Oilasiga mehribon va mas'uliyatli inson sifatida tanilgan. G'afur G'ulom 1966-yilning 10-iyulda vafot etgan. O'zbek adabiyotining yirik namoyandasi G'afur G'ulom 1903-yilning 10-may kuni Toshkentning Qo'rg'ontegi mahallasida tavallud topdi. U endigina 9 yoshga kirganda otasi G'ulom Mirzo Orif o'g'li vafot etdi. Oradan 6 yil o'tar o'tmas bolalar mehribon onasidan ham ayrildi. Ukalari va singillari bilan yolg'iz qolgan G'afurning qilmagan xizmati, tutinmagan ishi qolmadi. G'afur G'ulom oilani boqish uchun kosiblik, mixkorlik, aravakashlik qiladi. Bosmaxonalarda harf teruvchi bo'lib ham ishlaydi. Biroq G'afur G'ulom hayotning bu sinovlari qarshisida dovdirab qolmadi. U o'zidagi iqtidorni faqat ma'rifat orqali ro'yobga chiqarish mumkin ekanligini juda erta angladi. Avval boshlang'ich maktabda o'qidi, keyin esa o'sha paytda urf bo'la boshlagan Rustuzin maktabiga kirdi. Muallimlar tayyorlaydigan maktabni ham bitirgach, avval o'qituvchilik, so'ng esa jurnalistlik qildi. G'afur G'ulom qalbida insonparvarlik, yetimparvarlik hislari juda erta uyg'ondi. Shoirning o'zi aytishicha, uning dastlabki she'riy mashqlari ham aynan yetim bolalarga bag'ishlab yozilgan edi. Ko'plab ishlarda o'zini sinab ko'rgan G'afur 1923-yil bosmaxonada harf teruvchi bo'lib ham ishga kiradi. O'sha paytlar Birinchi jahon urushi tugab, hozirgi O'zbekiston hududiga boshqa yerlardan ota-onasiz qolgan bolalar kelgani sabab ommaviy bolalar uylari ochila boshlaydi. G'afur ustozi Abdurahmon Sohiboyevning maslahati bilan 8 oylik pedagogik kursda o'qib, o'rtadagi Urfon o'rta maktabi yonidagi bolalar uyiga o'qituvchi bo'lib ishga kiradi.
G'afur G'ulom O'zbekistonning taniqli yozuvchisi. G'afur G'ulomning she'riyati va nasrida o'zbek xalqi tarixi o'zining badiiy timsolini topgan. Yozuvchining ijodi rang-barang she'rlar, qo'shiqlar, dostonlar, qasidalar, hikoyalar, qissalar. G'afur G'ulomning urushdan keyingi davrdagi ijodi O'zbekiston adabiyoti rivojida beqiyos o'rin tutgan. G'afur G'ulom shuningdek, Pushkin, Lermontov, Maykovskiy, Nozim Hikmat, Nizomiy, Shekspir, Dante va boshqalarning asarlarini o'zbek tiliga mohirona tarjimasi bilan mashhur. Tarjima qilgan mashhur kitoblari William Shekspirning Otello, Lermontovning Borodino kitoblari kabidir. G'afur G'ulomning shoh asarlari Hiylai shoir, Mening o'g'rigina bolam, Metal, Yodgor. G'afur G'ulomning bolalar nasriga qo'shgan qissasi Shumbola, Yodgor kabi qissalaridir. Shumbola o'zbek yozuvchisi va shoiri G'afur G'ulom qalamiga mansub qissa. Muallif asarni 1936-yil yozgan. Qissa bir necha marta nashr qilingan. Qissada ijodkorning bolaligi 20-asr boshidagi Toshkent hayoti tasvirlangan. G'afur G'ulom Sog'inish she'rida o'zbek otasining bo'rtma, umumiy, hamma uchun tanish, yaxlit siymosini aks ettirgan. Unda otalarimizga xos bo'lgan jamiki fazilatlar o'zining yorqin ifodasini topgan. Ularning samimiyligi, jonsarakligi, har doim ham oshkor qilinavermaydigan farzandga mehr va muhabbati, kuzatuvchanligi, tantiligi barchasi shu she'rda namoyon bo'ladi. Sog'inish zo'r karvon yo'lida yetim o'tadik. Intizor ko'zlarda halqa yosh, eng kichik zarradan Yupitergacha o'zing murabbiysan, xabar ber quyosh. Uzilgan bir kiprik abad yo'qolmas, shunchalar mustahkam xonai xurshid bugun sabza bo'ldi. Qishdagi nafas hozir qonda kezar, ertaga umid. 1943-yilda G'afur G'ulomga o'zbek fani va madaniyati rivojiga qo'shgan ulkan hissasi inobatga olinib, akademik unvoni berilgan. 1946-yilda urush yillarida yozilgan she'rlari jamlangan Sharqdan kelayotirman to'plami uchun davlat mukofotiga sazovor bo'ladi. G'afur G'ulom 1966-yil 10-iyul kuni 63 yoshda og'ir xastalik tufayli vafot etdi. Demak, ikkinchi guruh uchun berilgan savollar diqqat bilan eshitasiz va to'g'ri javobni ko'rsatasiz. G'afur G'ulom Tegirmonda qorovul bo'lib ishladi. Juda ham to'g'ri. Ikkinchi savol 1916-yil madrasada o'qidi. Yo'q. Boylik ko'rini qo'riqladi. Ha, javob to'g'ri. Oktyabr to'ntarishdan oldin bosmaxonada ishladi. Yo'q, javob ko'tardinglar. Judayam to'g'ri.
G'afur G'ulom 1903-yil Toshkent shahrida tug'ilgan. Ha. Judayam to'g'ri. Keyingi savol. 1912-yil onasidan ayrildi. Ha. Yo'q. Demak, nima uchun yo'q? Kim javob beradi? Aslida kimdan ayrilgan? Aslida otasidan ayrilgan. Aslida otasidan ayrilgan. Judayam to'g'ri. Keyingi savol. G'afur G'ulom Etközga shogird tushadi. Ha, to'g'ri. Judayam to'g'ri. Keyingi savolimiz 1918-yil otasi vafot etdi. To'g'ri. Yo'q, chunki kim vafot etgan edi? Onasi. Hop, qadrli o'quvchilar, demak birinchi guruhga men hozir qisqa savollar yo'llayman. Sizlarning qo'linglarda mana bunday har va yo'q javoblar bor. Men o'qigan savollarga qarab, siz ana shu javoblarni to'g'risini ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. G'afur G'ulom 1903-yili Toshkent shahrida tug'ilgan. Uning taxalluslari G'ulom va Mirzo bo'lgan. 1917-yilda Oktyabr to'ntarishidan keyin Buxoroda o'zbek adabiyotining mashhur adiblaridan biri G'afur G'ulomdan bizga qolgan katta adabiy meros. Uning asarlari Yodgor va Sen yetim emassan, Eng rason namozi asr, Bunday sabr kabi asarlari bor.